Shu turishi 6 million so'mga tayyor bo'lgan iPhone fason darvozamiz do'stlar. Ya'ni bu 10 kvadrat metr bo'ladi. 1 kvadrat metrining narxi do'stlar 550 ming so'mdan 600 minggacha bo'ladi. Aytganimizda shu turishi agar razmeri bo'lsa do'stlar 6 million so'mga 100 gacha dastavka, ustavka, servis mutlaqo bepul bo'ladi. Xolasiz, yo'q, menga kvadratligi kerak, qimmatroq kerak desangiz, diplomat fason. Bundan tashqari har xil darvozalar bor do'stlar. Hozir biz Namangan Shamshiboy bozoridagi Saqjon aka joyiga yetib kelganmiz. Narxlar nihoyatda arzon. O'zbekiston bo'ylab dastavka, ustavka bor. Albatta, pastdagi nomerlarga aloqa qilsangiz to'liq ma'lumot berishadi. Endi gapni cho'zmaymiz, to'liq ma'lumotni usta akamizdan olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Saqjon aka, charchamang. Yaxshimi? Xudoga shukr. Bundan oldin, rahmat aka. Bundan oldin Instagramda qiluvdim, ya'ni videosi yaxshi ketdi. Ko'pchilik so'radi. Bizda shunaqa muammo bo'lyapti-ki, aka, ya'ni pulini olib aldab ketishyapti. Xudo xolasa hali akamizdan umuman jalba tushgani yo'q do'stlar. Xudo xolasa hali hijolat qilmaydi. Xudo xolasa darvoza olganlar ham kommentariy yozsa kerak. O'sha Samarqandning o'zidan ham bir yolg'on bo'lmasa, Samarqandning o'zidan boshqa tumanlama Samarqandning o'zidan 2 kunning ichida 16 ta zakaz o'lchab keldim. Shu videolar orqali 2 kun Ahadjon bilan siz olgan videolar orqali Xudo xolasa darvozalar kafolat yozni chizdi qilamiz, обязательно. Safarda musofirdan turib kimdir karta tashab beraman zakalatga boshqa desa, viza kartalarimiz bor, muammosi yo'q. Darvozani borib o'lchab kelish mutlaqo bepul. O'zbekistonning 12 ta viloyatiga dastavka, ustanovka qilib beramiz, muammo yo'q. Muammo yo'q. Aytilgan gap kelishuv asosida, aytilgan kunga boradi. Aytilgan kunga, aytilgan narxga ustanovkasiga pul qo'shib berasiz, monetaga o'zgartirish bo'lib pul qo'shib beradi degan gap yo'q inshaalloh. Naqa yo'q. Xudo xolasa. Xo'p. Demak, aka qaysidan boshlaymiz? Darvozalar bir chekkada hammasidan davom etadi. Gapi. Hozir bu ikkita joylari bor. Hozir birinchi joylarda turibmiz. Birinchi bo'lib bundan boshlaymiz, Xudo xolasa. Darvozamiz kvadrat metri bilan o'sha aytib o'tganingizda bu o'sha 600 ming so'mlik varianti, kvadrat metri 550 ming so'mdan boshlab 700 ming so'mgacha materialga qarab narx o'zgaradi. O'zbekiston 12 ta viloyatiga dastavka, ustanovka mutlaqo bepul, 10 kvadrat 6 millionlik variant. 6 millionlik variant. Dubai fason. Dubai fason. Mana bu iPhone fasonimiz kvadrat metri 650 ming so'mdan 750 ming so'mgacha chiqaveradi. Sababi polni nержавейкalik bo'ladi har bitta jarayon. Mana nержавейкалari ham hali qorin qo'yib yorib, yo'q, u kafolatli, garantiyali nержавейкali ham 0.9 tena qalin original nержавейка bo'ladi. Darvozamiz eniga 320, balandligi 3,5 metr bo'lgan. Shu holatda turishi 8 million 200 ming. O'zbekiston 12 ta viloyatiga mutlaqo bepul. Zo'r. Shu biz hozir turishini aytyapmiz do'stlar. Shunisiga ahamiyat beringlar. Batda hali Saqjon akam aytganlaridek, hali telefon qilsangiz, yo bu 9 million edi. Yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi. Ani narx o'zgarishi mumkin. Qanaqa holat o'zgaradi? Eniga, bo'yiga, joyingizga qarab o'zgaradi, materialga qarab tayyorlab beraveramiz. Kvadrat metri 550 ming so'mdan 750 minggacha chiqaveradi. Mana bu Hasan Husan Dubai fason darvozalarimiz. Bu darvozalarimiz ham kvadrat metri 550 mingdan 700 ming so'mgacha O'zbekiston 12 ta viloyatga dastavka, ustanovka mutlaqo bepul. Bu darvozalarimiz 0.9 tenada bo'lgan. Men hozir 1 minutda. Bor. Bunisi 0.9, men bunisi mana 1.3lik variantida bo'lgan. Darvozamiz buni o'z materialini men o'zim ko'rib olganim sababli darvozalarni bu yerga terishdan oldin, asosiy zakaz darvozalarni tiklaganmiz obzor uchun. Xudo xolasa buyurtma qilinsa, albatta aytilgan muddatda xonadonlarga ustanovka qilib berish hammasi bizning zimmamizda bo'ladi. Zo'r. Va do'stlar, ahamiyat beringlar. Mana xulasalar mashina 550 ming 600 ming so'mdan chiqariladi. Buni qimmatligi sababi aytganimizdek 1.3 lis bo'ladi. Endi 1.3 bo'lgandan keyin narxi ham avtomatik oshadi. Shuni hisobiga 550 mingdan 700 ming so'mgacha kvadrat metr deb shunga aytiladi. Xudo xolasa. Zo'r. Keyingilari? Bu darvozamiz iPhone fason 0.9 varianti kvadrat metri 550 ming so'm. O'zbekistonning 12 ta viloyatiga dastavka, ustanovka mutlaqo bepul. Zo'r. Bu darvozamiz ham iPhone fason nержавейкali varianti bu ham 750 minglik variant. 750 minglik varianti bo'ladi. Darvozamiz 3,5 metrga, balandligi 370 bo'lgan. Kimga razmer tushib qoladigan bo'lsa, o vodiy bo'ylab 2 kunda vohaga tayyor darvozalarimizni bir haftada ustanovka qilib beramiz inshaalloh. Bir haftada ustanovka qilib beriladi. Mana bu darvozamiz. Hali ko'pchilik Instagramda aytib o'tamiz, o'tgan safar nimaga 5 million deydi-da, endi qimmat hisobladi. Bu darvozamiz e'tibor beringlar, qadrdonlar.
iniga 270 balandligi 280 bo'lgan darvozalarimiz bu yerda narxini aytamiz. Donaboy shu turishi deymiz. Kvadratni hisoblab turib narxi aytilgan. To'ppa-to'g'ri. 5 million degan darvoza nimaga menga bunaqaga chiqdi degan haligi tushuncha bo'lmasin. Xudo hozir darvozalarimiz eng full variantda bo'ladi. O'zbekistonning 12 ta viloyatiga dastavka, uстановка qilib berish. Endi ko'p ta'kid etaman. Haligi bu gapimiz sababi ko'pchilik vohaga ham uстановка qilib berasizlarmi, pul olasizlarmi? Yo'q, mutlaqo bepul. Bepul. Zo'r gap. Darvozamiz taroq fason darvoza. Bu zo'r. Bu haligi nima deydi? Sazon aka gapingizni bo'ldim. Bu modaga chiqib ketmaydi, modadan ham tushmaydi. Yo'q, haqiqiy skromli darvoza. Bu darvozamiz kvadrat metri 1 million 200 mingdan 1 million 400 minggacha materialga qarab o'zgaradi. Darvozamiz ponni Duvayno bo'lgan 2 kilo. Darvoza shum izolyatsiya qilingan. Mana bo'lsa. Darvoza muammo yo'q, xudo xolasa. Shu yerga joying ham hamma yoq hisob. Darvozani ishlash jarayonlariga alohida ahamiyat beraman. Xudo xolasa hamma jarayon eng full variantda. Bitta narsa yana ta'kidlab ko'rsatib o'tib ketamiz Abdumalik shu yerda. Bu darvozamiz taroq fason. Endi shuni xohlovchilar uchun taroq o'rniga ham listdan dilak qilib chiqarganmiz. Shuni bitta bir tomondagi darvozani ham ko'rsatib o'tdim-da. Bo'laveradi aka. Bu darvozamiz mana taroq o'rniga dilak qilib bu yerlargacha shumka qilib berganmiz. Bu darvozamiz narxida o'zgarish bo'lmaydi, taroq fason bilan. Buni ham kvadrat metri 1 million 200 ming so'mdan 1 million 400 ming so'mgacha O'zbekistonning 12 ta viloyatiga dastavka, uстановка mutlaqo bepul. Bepul, xudo xolasa. Hozirgi kunda eng trendga chiqgan yana bitta darvozamiz bor. Ko'pchilik uni 3 qavat ditgan, 3 qavat emas, 2 qavatli. 2 qavat bo'ladi. Rossiyskiy 12 li shvellar. Bu вообще baquvvat ekan-da aka. 3 etap ishlangan darvoza. Mana. Aslida 4 etap, 3 etap mana tevasida 2 ga 1 profil ishlaydi, 3 qavat mana. Bular 200 tonnalik gifka apparatda listdan yigib chiqilgan qadrdonlar. Bu profil emas. E'tibor bering. Darvoza ponni shum izolyatsiya qilingan darvoza. Darvozamiz 1 metr kvadrati 1 million 500 ming so'mdan 1 million 700 ming so'mgacha chiqadi. Zo'r. Darvoza 8 ga 4, 6 ga 4 boshqa emas. Darvoza 80 ga 60 brusdan tayyorlangan. Darvozaning qalinligi 8 sm ahamiyat berasizlar. Yo'llari 12 li shvellar, ikkita yon taglari. Taylari bilan shvellar. Ponni shvellar. Xohlovchilar bu alohida stoka, eshigi alohida varianti, xohlovchilarga eshigini ichida qilib beramiz. Bu o'zgaradi qayda? Xohlovchilar uchun 12 ga 8 yo'llarni brus qilib beraman, menga o'xshatib, 3,5 stena bo'ladi. Ko'taradimi, darvozani boshqa bo'ladimi degan fikrlar boshqalar bo'ladi. Shuni hammasini ta'kidlab o'tishimiz kerak. Darvozaga kafolat beramiz. Lisli darvozalarimizga 5 yilgacha muammo bo'lsa, servis xizmat mutlaqo bepul. Bepul. Baholasa. Dubay fason. 09 variant 550 ming so'mligi. 550 ming so'mligi. Bu darvozamiz ham nerjavakka yopsa materiali qalin bo'lsa, narx-navo o'zgaradi. O'zbekistonning 12 ta viloyatiga bu ham o'sha dastavka uстановкасы mutlaqo bepul variant. Zo'r. Razmeri tushib qoladigan bo'lsa, shu yerdagi darvozalarimiz kimgadir vodiy bo'ylab 2 kunda, voha Toshkentlarga 3 kun, uzoq bir haftada uстановка qilib beramiz. Darvozamizni eniga 330 balandligi 355 razmerida mana shu turishini 7,5 million so'mga uстановка qilib beramiz. Zo'r aka. Orqamizdagi taroq fason darvozamiz eniga 340 balandligi 360 1.3 varianti 600 ming so'mlik full variant. Darvoza обязательно hamma darvozalarimiz shtampovka bo'ladimi, lisli darvoza bo'ladimi 2 ga 1 aylanadi polni darvozaga. Mana. Sabab darvoza bilan mana ramkasining yonidagi nur tashqi ichkari baqa ko'rinmasligi uchun. Darvozamiz 2 ga 1 aylangan, 1,5 ga 1,5 pesh burunlar 4 ga 2 original toza Milano zamon. Darvozamiz kvadrat turishi 600 ming so'mdan. 600 ming so'mdan. Zo'r. Bu darvozamiz endi kvadrat metri 700 ming so'mdan boshlab 850 ming so'mgacha chiqadi. Sabab bu darvozalar bilan ishlash jarayonida farqi, bu darvozalarni lisini orqa tomondan bosiladi hammasini. Bu darvozaning lisini bo'lsa profil orasiga qo'yilgan. Oldidan 2-1 ishlab chiqib, orqa oldi bir xil ko'rinishdagi ega. Duvayno darvozani xuddi shunaqa qilinadi. Duvayno darvozani bir qavatli variant. Xohlovchilarga shtampovka darvozalarimizdan bir qavatli, 2 qavatli chiqaveradi. Darvozamiz eniga 3,5 metr, balandligi ham 3,5 metr. Kimga kerak bo'lsa, xudo xolasa 2 kunda o'rnatib beraman, muammo yo'q. Zo'r. Keyingisi? iPhone fason darvozamiz eniga 3,5 metr, balandligi 380 bo'lgan. Darvozamiz o'sha 700 minglik variantdagi eng full varianti. Kraska, gruntovka, nerjavaka, material, profil hammasiga garantiyasi bor. Xudo xolasa Abdumalik hijolati yo'q, xudo xolasa qolgan jarayonni sexda davom ettiramiz. Davom ettiramiz nariyada.
Do'stlar, mana hozir sexlariga yetib keldik. Bu yerda ham darvozalar bor ekan. To'liq ma'lumotni yana Saqjon akadan olamiz. Saqjon aka sexga keldi-ya. Abdumalik xush kelibsiz, kelinglar. Aha. Bu darvozamizni tashqarida ko'rsatdimku 1,5 milliondan 1 million 700 minggacha bo'lgan jarayondagi darvozamiz. Darvoza mana 80 ga o'tish brus, 2-1 stenada darvozalarimiz mana shuni yaqinroq olib kelib ko'rsinda mana profil deydiganlarga mana listampon 200 tonnalik gifka apparatni yigib chiqariladi. Bu darvozamiz xudo xolasa o'rnaganda obzorini ham qilamiz. Andijonga Baliqchiga o'rnaydi inshaalloh. Bu darvozamiz taroq fason o'sha 1 million 400 minglik varianti. Bu ham brusda bo'lgan mana 8 ga 8 varianti. Mana bu darvozamiz ham taroq fason 1 million 200 minglik varianti. Darvozani xotirjam bo'linglar. Mana bejizga bu garantiya berilmadi darvozaga. Ponni mana hammasi. Har bitta jarayon mana shuni yaqinroq olib kelib ko'rsating mana. Mana changga ahamiyat bermaysizlar. Xudo xolasa. Cho'rni holatda bu. Cho'rnova holat, darvoza grunt topga обязательно 1 silo, 2 silo kraska, 3 silo kraska bilan darvozalarimiz chiqib ketadi inshaalloh. Bu darvozamiz xudo xolasa Toshkentga ketadi. Mana bu darvozamiz Andijon Marhamatga, bu Samarqand Urgutga ketadi. Mana bu yerda mana Buxoroga, Jondorga ketadigan darvozamiz. Hozirgi 1 million 700 minglik darvozani o'sha arzonroq varianti, 1,5 millionlik varianti. Bu ham o'sha ponni har bitta jarayon listdan tayyorlab chiqilgan inshaalloh. Cho'tka aka, xohlasa. Darvozalarimiz atan abit mahalda olib tukkalaga shovqin bo'lmasligini hisobga. Darvozalarimizga ishlaydigan materiallar ham ponni xudo xolasa original materiallar ishlaydi. Darvozalar ponni bezuloq bo'ladi. Darvozaning har bitta detali inshaalloh uloqsiz holatda. Mana darvozaning ramka profillar. Mana do'stlar, qalinligi. Qalin, xudo xolasa mana ponni inshaalloh ko'rsatsangiz bo'laveradi. Hech qayerda uloq yo'q, buchalarni ham force qilishlanadi mana. Mana. Do'stlar, cho'tka holatda. Hattoki mana kichkina darvozamiz ham force holatda ishlangan. Mana do'stlar. Ya'ni uloq unaqa yo'q, narsa mana yo'q. ponni xudo xolasa mana cho'rnova holat. Profillar yerda turgan qalin profillar 8 ga to'g'ri 1,7 stena, 6 ga to'g'ri 1,5 stena, 8 ga 6larimiz 2,1 stena, hamma jarayon xudo xolasa bor. Darvozalarimiz xudo xolasa har bitta oshiq-mashiqlar pachunili originallar. Bu darvozalarimiz inshaalloh shu bugun kraskasini boshlab 2 kunda yuklab olsa, men bularni navbat bilan kraska qilib egalariga jo'natamiz. Chiroyli qilib beriladi. Xudo xolasa. Endi yana bitta manzilni aytib beraylik. Namangan shahar, ya'ni Shamshiboy bozorda turibmiz. Joylarga bemalol kelsalar ham bo'ladi. Xohlasalar sexlariga ham olib kelaveradi. U muammosi yo'q. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Onlayn ko'rayotgan bo'lsalar, darvozalaring qachon qatga yetib kelganini Telegram orqali yozsalar ham videolarni tashlab turiladi. Albatta. Muammosi yo'q. Xudo xolasa pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Foydasidan oldim desalar, chegirmalarni qilib berish kerak.